Mazkur loyiha doirasida yoz mavsumida bolalarning vaqtini mazmunli o'tkazish va ularning rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida viloyatdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham qator chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ushbu muassasalar direktorlari, uslubchilar va tarbiyachilar uchun tashkil etilgan seminarda Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida bolalarning yoshiga, qiziqishlariga mos bo'lgan faoliyatni tashkil etish bo'yicha muhim masalalar muhokama qilindi. Seminardan ko'zlangan maqsad ushbu mavsumda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalar bilan tanishtirishdan iborat. Unda ochiq havoda bolalar bilan ishlash bo'yicha ilg'or tajribalar va usullar haqida fikr almashildi. Bolalarning chiniqishiga xizmat qiluvchi ochiq havodagi o'yinlar, basseynda cho'milish, qumda o'ynash va ular uchun sog'lom ovqatlanishni tashkil etish yuzasidan tavsiyalar berildi. Shuningdek, bolalarni mayda qo'l motorikasini rivojlantirishga qaratilgan turli o'yinlar bo'yicha ham tushuntirishlar berildi. Faqat davlat bog'chalarini emas, dig'shi, oilaviy, nodavlat bog'chalar bilan birgalikda barcha davlat bog'cha mudiralari, direktorlari va nodavlat bog'cha direktorlari, metodistlari, tarbiyachilari birgalikda seminar tashkil qilinayotgani bizni juda ham xursand qiladi. Bir-birimizdan metodlar o'rganishimiz, yozgi sog'lomlashtirish bo'yicha tajriba almashishimiz bu juda ham yaxshi samara beradi deb o'ylayman. Shu yo'nalishda mana bugun juda ham ko'p tajriba almashish asosida yangi loyihalarni, yangi g'oyalarni o'rganib oldik. Mana endi borib o'z bog'chamizda shuni tatbiq qilamiz, bir-birimizga metodlar almashib, shu asosida ish olib borishga harakat qilamiz. Bolalarning hayot xavfsizligi, sog'lom ovqatlantirish, ularni har birini o'yinlarga chiniqtirish davrlari bo'ladi. Unda maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyalanuvchilari sog'lom, betalofat o'tkazishimiz uchun yozni mas'uliyatlarimiz kuchayadi. Har bir jarayonda tarbiyachi to'g'ri foydalanish kerak. Noto'g'ri jarayon ketishi mumkin emas. Chunki bolalar yoshiga qarab, har bir guruhda bajariladigan vaqti bo'ladi. Suvda chiniqtirish vaqti bo'ladi, qumda o'ynaydigan vaqti bo'ladi, yoshidan kelib chiqqan holda. Chunki bolalarni kun issiq paytida ko'p ko'chada olib o'tirish ham to'g'ri kelmaydi. Ularni kun rejimi bo'ladi. Shu rejimdan kelib chiqqan holda bolalarga yozgi sog'lomlashtirish o'yinlari gigiyenik talablarga rioya qilgan holda tashkil qilinadi. Tadbirning ikkinchi qismida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish hujjatlarini yuritish ko'nikmalarini shakllantirishga e'tibor qaratildi. Unda ishtirokchilarga hujjatlarni to'g'ri yuritish, ma'lumotlarni aniq va tartibli kiritish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar berildi. Bugungi kunda Xorazm viloyatida 2054 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritmoqda. Shundan 368 tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 7 ta xususiy, 107 ta davlat xususiy sherikchiligida va 1579 ta oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yozgi sog'lomlashtirishni qanday tartibda tashkil qilish kerakligi, shular bo'yicha bugun amaliy nazariy seminarlar o'tkazildi. Bu metodik tavsiyalarda o'yinlarni nomi bilan birgalikda u o'yinni o'ynash uchun qanday narsalardan yasaladi, nimalar yasaladi va bu o'yinlar qanday o'ynaladi, shungacha mayda-mayda qilib berilgan. Shu metodik tavsiyalar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari, maktabgacha ta'lim tashkilot direktorlari va uning o'rinbosarlari barcha jamoasi bu 90 kun davomida bolajonlarni yozgi sog'lomlashtirish ishlarini tashkil qiladilar. Mazkur seminar bolalarning yoz faslidagi ta'lim tarbiyasi va dam olish jarayonlarini yanada samarali tashkil qilish, shuningdek, xodimlarning ish jarayonini tartibga solishga qaratilgan muhim tashabbus sifatida e'tirof etildi. Ishtirokchilar loyihani yanada kengaytirish va amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha o'z fikrlarini bildirdilar.